Buyrak kasalligi. Kasallikning kelib chiqish sabablari. Buyrak xastaliklari ko'pincha shamollash, zaharlanish, buyrakda toshlar yig'ilishi, qovuqni muntazam to'ldirib yurish tufayli kelib chiqishi mumkin. Buyrak toshi bilan qovuq toshi paydo bo'lish sabablarida umumiylik bor. Bu shuning uchunki, toshning paydo bo'lishi ta'sirlanuvchi modda bilan ta'sir qiluvchi quvvat natijasida bo'ladi. Siydigida qumli cho'kma ko'p bo'lgan kishida tosh tug'ilmaydi. Buyrakda tosh borligining birinchi alomati siydikda bo'lib, u shundan iboratki, siydik avvalda quyuq bo'lib, keyin suyuqqa aylana boshlaydi. Siydikdagi loyqa buyrakda qamalib qolganidan u tiniq ham bo'ladi. Bu toshning tug'ilishini ko'rsatuvchi belgilar belda og'riqlik va og'riq sezilishi ham bu dalilni quvvatlaydi. Harakat qilinganda bel pastida bir narsa qamalib turgandek seziladi. Kasallikni davolash usullari. Dalachoy. Ibn Sino dalachoy o'simligini siydik haydovchi, buyrak toshini maydalovchi, qon to'xtatuvchi, og'riq qoldiruvchi sifatida damlab ichirib, yaxshi natijalar olgan. Dalachoydan qaynatma tayyorlash uchun og'zi yopiladigan idishga 1 stakan qaynoq suv quyib, ustiga o'simlikning maydalangan yer ustki qismidan 15 gram solinadi va 10 daqiqa qaynatiladi. Sovigach dokada suziladi va 2-4 mahal ovqatdan yarim soat oldin 2 osh qoshiqdan ichiladi. Maymunjon ildizi. O'zbekistonning to'qaylarida, ariq bo'ylarida, jarliklarida, tog' yonbag'irlarida o'sadi. Bo'yi 50-150 sm gacha yetadigan yotib o'suvchi buta. Poyasi shohlangan mayda tikonlar bilan qoplangan. Bargi 3 plastinkali, gullari oq shingil. O'simlikning ildizi bahorda yoki kuzda yig'iladi. Yuvib ochiq yerda quritiladi. Ildizida oshlovchi va boshqa moddalar bor. Ildizidan tayyorlangan qaynatma buyrakdagi toshni maydalab tushirish uchun ichiriladi. Qaynatma tayyorlash uchun o'simlik ildizining maydalanganidan 1 osh qoshiq olib, 1 stakan qaynoq suvda 10 daqiqa past olovda qaynatiladi. So'ng dokadan suzib kuniga ovqatdan oldin 3 mahal 1-2 osh qoshiqdan ichiladi. 40 bo'g'im. Dala 40 bo'g'imi. O'zbekistonning deyarli hamma viloyatlarida, ariq daryo bo'ylarida, nam joylarda o'sadi. Poyasi 2 xil. Bahorgi poyasi jigarrang yoki qizg'ish bo'ladi, o'zi yumshoq, spora hosil qiladi. Bahorgi poyasining sporalari yetilib va sochilib ketganidan so'ng may oyining oxirlariga borib qurib qoladi. Shundan so'ng yozgi poyasi yashil rangli bo'ladi. O'zi qattiq bo'g'inli, 6-8 qirrali. Spora hosil qilmaydigan kuzga borib qurib qoladi. Yoz oylarining o'rtalarida yozgi poya o'rib olinadi va salqin yerda quritiladi. O'simlikning tarkibida saponin, ekvizitin, nikotin, alkaloidlar, C darmondorisi, karotin va boshqa suvda eriydigan organik birikmalar, har xil kislotalar va achchiq moddalar mavjud. Xalq tabobatida 40 bo'g'im damlamasi siydik haydovchi, buyrakdagi toshlarni eritib tushiruvchi sifatida bemorga ichiriladi. 40 bo'g'imdan damlama tayyorlash uchun 2 stakan suv ketadigan kichkina choynakka 4 choy qoshiq maydalangan 40 bo'g'imdan solinadi va ustiga 2 stakan qaynab turgan suv quyiladi. 5-10 daqiqa damlanadi, so'ngra dokadan suzib issiq holida
kun bo'yida oz-ozdan ichib turishni tavsiya etiladi. Ro'yan. O'zbekistonning hamma yerlarida, bog'larda, dalalarda va ariq bo'ylarida o'sadi. Poyasi 4 qirrali, bo'g'inli, bargi tuxumsimon. Guli barg qo'ltig'ida o'sib chiqqan to'p gul. Mevasi qora dumaloq sershira. O'simlikning ildizi buyrak kasalida tosh haydovchi sifatida ishlatiladi. Ildizi erta bahorda yoki kuzda kovlab olinadi, toza yuvib quritiladi. Ildizidan tayyorlangan qaynatma yoki damlama buyrak va o't yo'llaridagi toshlarni tushirishda qo'l keladi. Damlama tayyorlash uchun idishga 1 stakan qaynatib sovutilgan suv quyib, ustiga quritilgan va maydalangan ildizdan 1 choy qoshiq solinadi. 8 soatga tindirib qo'yiladi. So'ng dokadan o'tkazib, stakandagi ildiz qoldig'iga yana 1 stakan qaynab turgan suv solib 10 daqiqa damlanadi. Shundan kuniga 4 mahal yarim stakandan ichib turiladi. Oshqovoq urug'i. Buyragi og'rigan bemorga oshqovoq urug'ini damlab 1 hafta davomida ichish tavsiya etiladi. 2 paketcha zig'ir donini havonchada tuyib, quyuq qilib aralashtirib, buyrak og'rigan joyga chaplab turish ham tez og'riq qoldiruvchi vosita hisoblanadi. Venga sog' tuproqdan kompress qilishni buyurgan. Kompress qilish uchun sog' tuproq olinadi, unga olma sirkasini qo'shib bo'tqa qilinadi. Shu bo'tqani qattiq matoga qo'yib, kechqurun yotish oldidan og'rigan joyga boylab yotiladi. Shaftoli danagi. Xalq tabobatida buyrak va qovoqdagi toshlarni nurlatish va eritib tushirish xosiyatiga ega. Shaftoli danagining mag'zi esa peshob haydovchi vosita hisoblanadi. Buning uchun shaftoli mag'izidan qovun, turp urug'laridan 24 grammdan olib, 16 gram asal va 20 gram shakar bilan qo'shib, murakkab qorishma tayyorlab, har kuni nahorda iste'mol qilish tavsiya etilgan. Shaftoli mevasi va undan tayyorlangan mahsulotlar tarkibida 60% ga yaqin moy, 0,7% efir moyi, amildalin, glyukozidlar, fermentlar va boshqa moddalar bor. Shuni qayd qilib o'tish kerakki, qandli diabet xastaligi bilan kasallangan kishilar shaftoli va shaftolining danagi, mag'zi va undan bo'lgan dorilarni ishlatmasliklari lozim. Sovun o't. Sovun o't 1 yillik o'simlik. Bo'yi 5-20 cm gacha 25 cm gacha yetadigan. Poyasi 4 qirrali, bargi yumaloq. Poyada ketma-ket joylashgan gullari qizil g'isht rangda uzun bandli bo'ladi. O'zbekistonning deyarli barcha viloyatlaridagi dalalarda, bog'larda, adirlarda, ariq bo'ylarida, tog' yonbag'irlarida o'sadi. May-sentyabrda gullaydi. Shu payt yer ustki qismini yig'ib, soya yerda quritiladi. Tarkibida saponinlar, flavonoidlar, qandlar va boshqa moddalar bor. Keyingi vaqtlarda sovun o't o'simligining siydik haydash xususiyatiga ega ekanligi tajribada tasdiqlandi. Xalq tabobatida o'simlikning yer ustki qismidan tayyorlangan damlama istisqo, buyrak toshini tushirishda va buyrak kasalliklarini davolashda ichiriladi. Damlama tayyorlash uchun sovun o't yer ustki qismidan yarim choy qoshiq olib idishga solinadi. Ustiga 1 stakan qaynab turgan suv quyiladi-da 10 daqiqa damlab qo'yiladi. So'ngra dokadan suzib kuniga 3-4 mahal 2 osh qoshiqdan ichiladi. Chilon jiyda.
Buyuk alloma Ibn Sino chilonjiyda mevasini buyrak va siydik pufagi kasalliklarini davolash uchun ishlatgan. Uning yozishiga qaraganda, chilonjiyda issiq va o'tkir buyrak va qovuq og'rig'iga katta foyda qilib, qonni tez yurgizadi. Jigarga ham foydasi bor ekan. Buyragi og'rigan kishiga chilonjiydadan damlama qilib ichish tavsiya etiladi. Ibn Sino tib qonunlari 2-jild kitobida shunday aytadi. Damlama tayyorlash uchun yarim litrli choynakka 10-12 dona chilonjiydaning eng yaxshisini, yirik, chiroyli va rangi qizilidan solinadi. Ustiga kichkina qoshiqda ko'k choy, oliy navli ko'k choy qo'shib, ustiga qaynab turgan suv qo'yib, sochiqqa o'rab 10-12 soat tindiriladi. So'ngra suzib bir stakandan 3 mahal 1 oy davomida ichib turiladi. Burtgan mevasidan ham har gal 3-4 donadan iste'mol qilinadi. Mayiz, kishmish. Mayiz tarkibida qand moddasi 87% ni tashkil etib, asosan glyukoza bilan fruktozadan iboratdir. Xalq tabobatida tayyorlangan mayiz damlamasi to'q tutar bo'lishi bilan birga oshqozonni bo'shatish xususiyatiga ham egadir. Buyuk alloma Ibn Sino kitobida quyidagilarni o'qiymiz. Mayizli damlama buyrak va qovuq xastaliklarida ichib turilsa, yaxshi shifo berib foyda qiladi. Damlama tayyorlash uchun yarim litrli choynakka kichkina qoshiqda quruq choy ustiga yarim stakan mayiz solib, qaynoq suv quyiladi va sochiqqa o'rab 5-7 daqiqa dam yediriladi. So'ngra shu damlamadan 1-2 piyoladan ovqatdan oldin har doim ichib turish tavsiya etiladi. 1 oy ichib turilsa, buyrakdagi shamollash qaytadi. Sedana. Sedana o'zbek pazandachiligida non yopishda ishlatiladi. Nonning yuziga sepilsa mazasi yaxshilanadi. Abu Ali ibn Sino yozadiki, sedana damlamasiga asal qo'shib ichilsa, buyrak, peshob yo'llaridagi toshni maydalaydigan doriga aylanadi. Xususan uning tozalash xususiyati yetarli darajadadir. Buyrak va qovuq toshlarini chiqaradi. Damlama tayyorlash uchun yarim litrli choynakka 1 choy qoshiq qora yoki ko'k choy solib, ustiga 25-35 dona sedana solib, qaynoq suv quyib, cho'g'da 3-4 daqiqa damlanadi. So'ng shirinliklar bilan ichiladi. Asal qo'shilsa yanada foydali bo'lib ketadi. Kiyik o'ti. O'zbekistonning tog' yonbag'irlarida o'sadigan ko'p yillik ko'kat o'simligi. Ifori moyli va dorivorlar qatoriga kiradi. U jigarni mustahkamlash, peshob haydash xususiyatlariga ega. Mudrost Vekov, ya'ni sog'liqni saqlash to'g'risida qadimgi tojik tabobati kitobida yozilishicha, kiyik o'ti qaynatmasi yoki damlamasi peshobni kuchli haydaydi. Buyrak va siydik qopidagi toshlarni yo'qotadi. Damlama tayyorlash uchun yarim litrli choynakka 1 choy qoshiq quritilgan va maydalangan kiyik o'tidan solinib, ustiga qaynab turgan suv solinadi va 5 daqiqa damlanadi. So'ng dokadan suzib 1-2 piyoladan 3-4 mahal ichib turiladi. Petrushka. O'zbekistonda ziravor o'simlik sifatida keng ko'lamda o'stiriladi. Petrushkaning hamma turlari va hamma qismlari buyrakni, qovuqni va bachadonni tozalaydi. Tog' petrushkasi buyrakdagi toshni maydalaydi va siyishni osonlashtiradi. Xalq tabobatida petrushka yel haydovchi, buyrak va siydik qopchasidagi toshlarni erituvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Petrushka mevasidan damlama tayyorlash uchun biror og'zi yopiladigan idishga 2 stakan qaynatib sovutilgan suv qo'yib,
Ustiga yarim choy qoshiq maydalangan meva solinadi va 8 soat qo'yib qo'yiladi. So'ngra dokadan suziladi. Kuniga 3-4 mahal ovqatdan oldin bir osh qoshiqdan ichib turiladi. Joliy Nus Hakim: buyragi og'rigan kishi echki o'tini olib, unga teng miqdorda shakar qo'shib iste'mol qilsin degan. Olma sharbati. Olmadan qadim zamonlardan ham ozuqa, ham dori sifatida foydalanib kelingan. Xalq tabobatida olma sharbati bilan buyrak, siydik qopchasidagi va yo'lidagi toshlar tushirilgan. Buyrakdagi toshni tushirish uchun olma sharbatidan ertalab nahorga 240 gram ichiladi va soat 10 dan 480 gram, soat 2 da 480 gram, soat 4 da 480 gram, soat 6 da 480 gram va soat 8 da 480 gram ichib turiladi. O'sha kuni hech narsa iste'mol qilinmaydi. Ovqat ham yeyilmaydi. Ertasi ham xuddi shunday qilib qaytarish lozim. Agar odamning ichi kelmasa, ichni yurgazish uchun bir piyola makkai sanodan ichib, ichni yurgazish lozim. 3-kuni ertalab soat 8 da nahorga yana 480 gram olma sharbati ichiladi va yarim soatdan keyin eritilgan saryog'dan 120 gram yeyiladi va orqasidan bir stakan ozgina suv qo'shilgan olma sharbati ichiladi. Ovqat, boshqa ichimliklar ana shu davolash kunlarida yeyilmaydi. 3-kuni albatta natija berishi kerak. Siyish paytida mayda yashil rangdagi toshlardan boshlab chumchuq tuxumigacha keladigan toshlar tushishi mumkin. Agar odam yuqorida yozilganlarga ixlos qilib davolansa, buyrakdagi va qovuqdagi toshlardan forig' bo'lish mumkin. Buyrak toshi yumshoq va qizg'ish, yumaloq bo'ladi. Qovuqdagi tosh bo'lsa qattiqroq, ancha katta, qoramtir, yashil, kulrang va oqish bo'ladi. Qovug'ida toshi bor kishi ozg'inroq bo'ladi. Buyragida toshi bor kishi aksincha semiz bo'ladi. Qovuq toshining og'rig'i buyrak toshining og'rig'iga o'xshamaydi. Chunki qovuqdagi tosh bo'shliqda turadi. Tosh siydikni to'sib turgan hol bundan mustasnodir. Dori-darmonlar qabul qilingani sababli buyrakdagi tosh qovuqqa sirpanib tushsa, og'riq to'xtaydi. Goho badan tarbiya qilish, harakat qilish, yo'rg'a otga minish va zinadan tushish ham toshni tushirish uchun kifoya qiladi. Ayniqsa dorivor o'simliklar bilan ishqalangan bo'lsa, agar tosh qovuqdan olat yo'liga tushsa, bunda og'riq beradi. Ba'zan uni hammom va vanna to'xtatadi. Agar bularda haddan tashqari uzoq qolib, ular bo'shashtirsa, bir muddatdan keyin qattiqroq og'riq yana qaytalaydi. Bunda qashqar beda, gulxayri va kepaklarni qaynatib suvini quyish foydali.